Hozir endi iymon turunda. Qo'y bir kishilardan so'rab qara. Sen mu'minmi deb. Ayye diyeshak. Narsasin ul iymon deb so'rasang, bilmim dey. Sen sunnat ahlimi deb so'rasang, ayye dey. Sunnat ahllari iymonga nindi anlatma beralar deb so'rasang, shulay bilmim deb javob beradi. Nechik so'ng shariat bo'yicha iymonning durust belgilamasi? Iymon 5 narsadan turadi. Til bilan aytu, yurak bilan inonu, yurak bilan hamdan a'zalari bilan amal qilu, Allohga bo'ysunu bilan orta, ham gunohlar bilan kimi. Ya'ni 5 narsa bo'ladi ish. Aytu, inonu, yurak amali, tan amali, iymon orta ham kimi. Agar biror kishi shariatda bor kelgan narsani tili bilan aytib, yuragi bilan inonmasa, bunday kishi mu'min bo'la oladimi? Kim aytadi? Yo'q. Bu kishi munofiq bo'ladi. Munofiqlarning eng yuqori turi bunday kishilar jahannamning eng tuban ilishida bo'lacak. Yarar ikkinchi so'rov. Kimdir shariatda bor kelgan narsaga yuragi bilan ishonib inonadi, lekin tili bilan aytmay. Bunday kishi mu'minmi? Ya endi zaif iymonli kishimi? Ya endi kufrlik bilan iymon orasindami? Kim aytadi? Küfürlükning imamlari, boshliqlari naq mana shunday xaldaydilar. Firavun, Iblis, Abu Jahl, bular borisida yuraklari bilan ishondilar, lekin tillari bilan aytmadilar. Buyuk Robbimiz Alloh ayta, yuraklari bilan ishonsalarda Allohdan kelgan mu'jizalarni kiri qoqdilar, deydi. Yuragi bilan inonib, tili bilan aytirga qudrati bo'lgan kishini aytuvdan narsa tutqarlaydi. Şuna göre imanını nese deyip ayttık? Aytu, amal kılu, inanu, orta hem kimi dedik.